Assalomu alaykum, Farrosh hikoyalari kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga qalbimning eng yashirin, eng qorong'u eshigini ochmoqchiman. Aytingchi, siz hech o'z vujudingizdan, o'z ayolligingizdan nafratlanib yashaganmisiz? Qachondir kimningdir issiq quchog'iga kirishni orzu qilish tugul, umuman erkak zotidan jirkangan paytingiz bo'lganmi? Men 20 yil davomida o'zimni o'lik deb hisoblaganman. Go'sht va suyakdan iborat hissiz bir robot edim. Toki musofir yurtning qahraton sovuqlarida bir begona erkakning qaynoq lablari va baquvvat qo'llari muzlab yotgan vujudimni kuydirib, meni tiriklayin yondirib yubormagunicha. Qoralashga shoshilmang. Men sizga do'zaxdan qanday qilib o'z gunohkor jannatimga qochganimni aytib beraman. Ismim Shahnoza. Hozir 31 yoshdaman. Odamlarga qarasam, bu yoshda ayollar endigina ochilgan guldek yashnaydi. Men esa 31 yoshimda 3 ta umrning azobini tortib bo'ldim. Hammasi 16 yoshimda boshlandi. Ota-onam o'zlaricha qiz bolaning baxti uning ertaroq egasini topishida degan ahmoqona qoidaga amal qilib, meni o'zimdan 10 yosh katta bo'lgan, ko'zlari sovuq bir odamga uzatishdi. Men hali bolaligim bilan xayrlashishga ulgurmagan, qo'g'irchoq o'ynaydigan qizaloq edim. Turmush o'rtog'im yo'q, uni deb atashga tilim aylanmaydi. U uydagi eng katta farzand edi. Toshkentga kirakashlik qilgani ketar, oyda bir marta xuddi yovvoyi maxluqdek uyga bostirib kelardi. Men bir haftalik kelin bo'la turib, katta hovlida zanjirband qilingan qulga aylandim. Tongotar-tongotmas sigir sog'ish, xamir qorish, qaynona degan ajdahoning o'qlovdek tillarini eshitish. Bu mening kundalik ishim edi. Lekin mehnat odamni o'ldirmaydi. Odamni xo'rlik o'ldiradi. Erim ishdan kelgan tunlar. U tunlar men uchun haqiqiy jazo edi. U xonaga kirishi bilan ter va tamaki isiga qorishgan sovuq nafasi yuzimga urilardi. U menga ayol sifatida emas, shunchaki o'z ehtiyojini qondiradigan bir matoh sifatida qarardi. Zarracha mehr, zarracha erkalash yo'q. Faqat qo'pollik, kaltak va so'kishlar. Go'yoki men uning shaxsiy asirasi edim. Qochib ketdim. Jonimdan to'yib, ota uyimga yig'lab bordim. Ota, meni o'ldirib yuboring, lekin u yerga qaytarmang, deb oyoqlariga yiqildim. Lekin ota-onam va qaynonam birlashib meni yana o'sha do'zaxga sudrab olib borishdi. El-yurt nima deydi? Qiz bolaning chiqqan joyidan o'ligi kelsin, deyishdi. Meni tiriklayin ko'mishdi. Chidolmadim. Men shunday ojiz va tushkun ahvolda edimki, maktabda orqamdan yugurib yurgan, ko'zlarida sof sevgi bor bo'lgan bir sinfdosh yigitimni eslab, qog'ozga dardimni to'kdim. Men juda baxtsizman, meni qutqar, degan mazmunda xat yozdim. Bu xatni jo'natish niyatim yo'q edi. Shunchaki ichimdagini qog'ozga yozib yengillashmoqchi edim. Lekin qaynog'am u xatni topib oldi va erimning qo'liga tutqazdi. O'sha tunda bo'lgan voqea hali ham tushlarimga kiradi. Erim meni ayamasdan xuddi hayvonni urishgandek do'pposladi. Qonimga belanib, yuz-ko'zim tanib bo'lmas holga kelgunicha urdi. Xiyonatkor fohisha, deb baqirdi u. Va meni yarim tunda ota-onamning darvozasiga olib borib itqitib ketdi. Men 17 yoshimda. Murg'ak, hech narsani ko'rmagan 17 yoshimda beva va buzuq degan la'nat tamg'asini oldim. Sharmandalikdan qochib dadam meni Toshkentga olib keldi. 4 yil o'tdi. 22 yoshga to'lganimda ota-onam yana meni erga berish taraddudiga tushdi. Qari qiz bo'lib qolasan, endi seni kim oladi, degan gaplar yuragimni teshib yuborardi. Oxiri farzandsizligi sabab birinchi xotinidan ajrashgan, o'zimdan ancha katta qarindoshimizga majburlab nikohlab berishdi. Yangi oilam unchalik katta emasdi. Lekin bu safar o'zimga so'z berdim, nima bo'lsa ham chidayman. Balki bu odam qadrimga yetar deb o'yladim. 6 oydan keyin homilador bo'ldim. O'g'il ko'rdim. Butun oila meni boshida ko'tarib yurdi. Xuddi endi hammasi yaxshi bo'ladigandek tuyulgandi. Lekin baxt men uchun emas ekan. O'g'lim 3 yoshga to'lganda erim ishdan haydaldi. Va eng dahshatlisi, u o'ziga boshqa ish qidirishni ham xohlamadi. U divanga yopishdi.
Kun bo'yi televizor ko'rar, choyini oldiga olib kelishimni kutar, uydan bir qadam ham chiqmasdi. Ro'zg'orning og'ir aravasi yana mening qon qaqshagan yelkalarimga tushdi. Jon hovuchlab, qars-qavola qilib bozorga chiqdim. Qo'qondan mol qatnay boshladim. Qishning qahratoni, yozning jiziramasida qop-qop yuklarni o'zim orqalab tashidim. Savdom yurishdi. Yangi bozordan joy oldim. Qo'limga pul tusha boshladi. Lekin ayol kishi haddan tashqari ko'p narsani bo'yniga olsa, sinishi ham tez bo'larkan. Ko'proq foyda qilish ilinjida noqonuniy mol o'tkazishga aralashdim. Va bir kunda, bitta tunda bor budimdan ayrildim. Kasod bo'ldim. Qarzga botdim. Qarz beruvchilar eshigimni tepib kela boshladi. Erim esa burchakda qisib o'tirar, "O'zing boshladingmi, o'zing to'la" deb mendan yuz o'girgandi. Uning nafaqat erkakligi, balki insonligi ham o'lgandi. Menda boshqa yo'l qolmadi. 4 yoshli jigarbandimni, o'g'limni onamning qo'liga tutqazdim-u, yig'lab-yig'lab Rossiyaga, tog'amning oldiga ishga jo'nadim. Men endi ayol emas, shunchaki qarz to'laydigan mashina edim. Rossiya. Qahraton sovuq. Muzlagan zavod devorlari orasida kuniga 14 soatlab ishlar edim. Qo'llarim sovuqdan qavarib, qonab ketardi. Kechalari mitti xonada yolg'iz yig'lab chiqardim. Erim. U yaramas erim menga faqat pul so'rab telefon qilardi. "Malika, pul jo'natdingmi? Akamning to'yiga qarz qilishim kerak" derdi. Zarracha bo'lsa ham, "Qandaysan? Charchamadingmi?" demasdi. 1 yilda qarzimni yarmini to'ladim. 2-chi yili umuman qutuldim. 3-chi yili o'g'limning 7 yoshlik to'yiga yetadigan pul yig'dim. Va o'shanda unga aytdim, "Bo'ldi. Men charchadim. Men ajrashaman." U nima dedi deng? Mayli, ketaver. Uning uchun men shunchaki bankomat edim. Meni butunlay qadrim yo'q edi. Va ana shunday. Butunlay umidsiz, qalbida zarracha ham muhabbat qolmagan, hayotdan to'ygan bir paytimda o'sha voqea yuz berdi. O'sha mudhish, ammo hayotimni ost-ust qilib yuborgan mo'jiza. Qishki oqshom edi. Zavoddan kech chiqdim. Qor bo'ron bo'layotgandi. Avtobus bekatida qaltirab sumkamni yerdan ko'tarishga holim qolmay turardim. To'satdan orqamdan kimdir kelib qo'limdagi og'ir sumkani tortib oldi. Cho'chib o'girildim. Bo'ylari baland, egniga qora qalin palto kiygan, ko'zlari shunday o'tkir va qop-qora bir yigit qarshimda turardi. "Yordam berib yuboraman", dedi u o'zbekcha qilib. Uning ovozi shunday qalin, shunday yoqimli ediki, butun badanim jimirlab ketdi. "Rahmat. O'zim", dedim duduqlanib. U menga shunday bir qaradiki, ishoning 15 yil ichida hech bir erkak menga bunday qaramagandi. Uning nigohida yechinish, hirs emas, himoya, hayrat va erkakcha bir g'urur bor edi. "Mening ismim Sanjar", dedi u ko'zlarimning eng tubiga tikilib. "Sizdek nozik ayol bu qahratonda bunday og'ir yuk ko'tarishi jinoyat-ku." Shu kundan boshlab Sanjar mening hayotimga bostirib kirdi. U har kuni zavoddan chiqishimni kutar, meni issiq mashinasida yotoqxonamgacha eltib qo'yardi. Men uni o'zimdan uzoqlashtirishga urindim. "Mening bolam bor, men oila ko'rgan, yuzi shuvut ayolman", deb yig'lardim. U esa jimgina eshitar, o'zining baquvvat barmoqlari bilan ko'z yoshlarimni artardi. "Sen shunchaki qadringni bilmagan ko'rko'rfazlar qo'lida bo'lgansan. Sen dunyodagi eng chiroyli, eng ehtirosli ayolsan", derdi u shivirlab. Bir kuni dekabrning eng sovuq tunlaridan birida yotoqxonada yolg'iz edim. Chiroqlar o'chib qolgan, xona muzdek edi. Eshik taqilladi. Sanjar edi. Uning qo'lida issiq qahva va qandaydir shirinliklar. U xonaga kirdi. Qorong'ida faqat ko'cha chirog'ining yorug'ida uning ko'zlari yonib turardi. U qo'limdagi qahvani sekin chetga olib qo'ydi-da, menga yaqinlashdi. Nafasim ichimga tushib ketdi. Yillar davomida kaltak yeb, sovuq gaplar eshitib muzlab qolgan vujudim uning birgina qarashidan olov bo'lib yonishni boshlagandi. "Sanjar, kerak emas", dedim qaltirab orqaga tisarilib. U hech narsa demadi.
Uning katta, qaynoq kaftlari yuzimni hovuchladi. Uning barmoqlari shunday ehtiyotkor, shunday mayin ediki, go'yoki men yer yuzidagi eng noyob boylik edim. Seni boshqa bu azobda qoldirmayman, deya u pichirladi va sekin egilib lablarimdan o'pdi. Xudoyim, bu o'pich emas, bu butun vujudimni, butun charchoqlarimni, o'tgan yillardagi xo'rliklarimni kuydirib yuboradigan do'zax olovi edi. Men aqlimni yo'qotdim. Men barcha qarshiliklarni unutdim. Men uning bo'yniga osildim va ho'ngrab yig'lab yubordim. O'sha tunda u menga ayol nima ekanligini, muhabbat nima ekanligini, qanday qilib 7-chi osmonga uchish mumkinligini ko'rsatdi. Erimning qo'pol, jirkanch yotoqlaridan so'ng Sanjarning har bir silashi, har bir ehtirosli so'zi meni qaytadan kashf qilardi. Men uning ostida aql-hushimni yo'qotib, umrimda his qilmagan lazzatdan titrardim. Men nihoyat o'zimning tirik ekanligimni bildim. Men Sanjar bilan butunlay o'zgarib ketdim. U mening yirtiq, parchalanib ketgan ruhimni o'zining issiq muhabbati bilan yamab tashladi. Yurtga qaytdim. O'sha bekorchi, mendan faqat pul sog'adigan erim bilan yuz ko'rmas bo'lib ajrashdim. Bolamni o'z bag'rimga oldim. Sanjar orqamdan O'zbekistonga yetib keldi. U ota-onamning oldiga kelib erkakchasiga gaplashdi. U meni va o'g'limni o'z himoyasiga oldi. Hozir men baxtliman. Men 31 yoshimda hayotning eng shirin va eng go'zal ta'mini tatyapman. Men endi qo'rquvda yashamayman. Kechalari uning baquvvat quchog'ida yotganimda men tushunib yetaman, ba'zan chinakam baxtni topish uchun hayotingdagi barcha iflosliklardan kechish, eng chuqur jarlikka qulash kerak bo'larkan. Agar hozir shu so'zlarimni eshitayotgan, eridan sovuq muomala ko'rib, o'zini hech kimga kerakmas his qilib yashayotgan ayollar bo'lsa, sizlarga bir gapim bor, o'zingizni asrang. Siz qul emassiz. Siz pul topadigan mashina emassiz. Siz ayolsiz. Va qachondir, albatta qachondir sizning ham muzlagan qalbingizni qizdirib, sizni 7-chi osmonga olib chiqadigan o'sha haqiqiy erkak hayotingizga kirib keladi. Bunga faqat ishonish va o'z qadringizni bilish kerak.